Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Namuncha chiqishing qiyin, Meni shoshayotgan joyim yo'q. Voy. Jahling burningning uchida turadi, ha? Bugun birga ovqatlanmoqchi edik. Shoshayotgan bo'lsangiz, ana o'zingiz ketavering. Voy, seni jahllaringdan. Oybek aka, men hali siz haqingizda uydagilar bilan maslahatlashganim yo'q. Nimaga? Ertaga men oyimga yubormoqchiman. Singillarimizni uzatganimizdan keyin ertaga baribir ota-onam meni uylantirishadi. O'qishimiz ham tugashiga ozgina qoldi. Yoki aytmaganingga qaraganda bironta sababi bormi? Men qara, ishqilib seni boshqasiga uzatib olishmaydimi? Sovchilar yutinmayapti. Hammasiga rad javobini berib yuboryapmiz. Lekin siz haqingizda hali oyimga yetganim yo'q. Nimaga yetmading? Ayt unda, nimani kutib turibsan? Haligi Ataylabdan bo'lgani yo'q-ku. Odamning peshonasida yozilgani bo'ladi-da. Men qara. Gap tamom, assalom. Bugun oying bilan borib gaplashasan, men ertaga sovchimni jo'nataman. Xo'pmi? Yur, endi birga ovqatlanamiz. Qornim juda ham ochib ketdi. Bo'ladi. Bo'l, narsalar yonib ketdi, bo'l. Kayfiyatingni ko'tar. Xudo xohlasa, qizingiz Gulzodaxon o'g'lim bilan baxtli taxtli hayot kechirishadi. Topganimiz shularniki. O'rgilay. xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling, qizim. Egachi, bu 3-marta kelishingiz sovchi bo'lib. O'tgan safar kelganingizda dadasi surishtirib ko'ramiz degandilar. Mayli, bemalol. Surishtirgan hech yomon tomoni yo'q. O'zimiz ham qiz uzatguncha Xudo tomonni tekshirganmiz, surishtirganmiz. Buni hech bir yomon joyi yo'q. Bemalol. Shunaqa kuya. Lekin bilasizmi, haligi Yo, to'g'ri, biz sizlardek badavlat emasmiz. Lekin qizingizni hech kimdan kam qilmaymiz. Ishoning. yo'q, biz badavlatligingizni tekshirganimiz yo'q. Bizga boymi, kambag'almi farqi yo'q. Xo'jayiningizni ko'zlari ojiz ekan. To'g'ri. Xo'jayinimni ko'zlari ojiz bo'lib qoldi, lekin bu tug'ma emas. Qandli diabetlari bor. Shuni ta'sirida ko'zlari ko'rmay qoldi. To'g'risi, vaqtida qarata olmadik. Bolalarimiz kontraktda o'qigani uchun qo'limiz kaltalik qildi. Lekin yaqinda Hindistondan vrachlar kelishar ekan. Ko'zlarini ko'rsatamiz. Xudo xohlasa, ko'zlari ham ko'rib ketadi. Gapimga ishoning. Meni kechiring.